Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ma'lumki, joriy yil yoz mavsumida ob-havo haroratining odatdagidan ancha yuqori bo'lishi aholi punktlari, tashkilot va korxonalarda yong'in xavfi ortishiga sabab bo'lmoqda. Afsuski, ayni shu davrda yong'in xavfsizlik qoidalariga amal qilmasligi oqibatida ko'plab bahs hodisalar, moddiy va ma'naviy yo'qotishlarga olib kelayotgan yong'inlar soni ortmoqda. Shu munosabat bilan yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'inlarning oldini olishga doir ishlarni yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 17-maydagi 173-sonli farmoyishiga asosan 2025-yil 20-maydan 20-iyunga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun nomli maxsus tadbir o'tkazilmoqda. Mazkur 30 kunlik tadbir doirasida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amaliy ishlar olib boriladi. Bozorlar, yirik savdo majmualari, o'ta muhim toifalangan va iqtisodiy obyektlar, yonish portlash xavfi yuqori bo'lgan inshootlar, shuningdek, odamlar ko'p to'planadigan joylarda yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishi qat'iy nazoratga olinadi. Yozgi dam olish va sog'lomlashtirish mavsumida oromgohlar, sanatoriyalar hamda boshqa dam olish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha profilaktik tadbirlar kuchaytiriladi. O'rmon fondi obyektlarini yong'indan himoya qilish choralari ko'riladi. Uy-joy fondi obyektlarining yong'in xavfsizligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Shuningdek, dolzarb 30 kun tadbiri davomida davlat organlari, barcha shakldagi tashkilotlar, jamoatchilik va aholi vakillari yong'inlarning oldini olish ishlariga keng jalb etiladi. Aholi yashash joylarida profilaktika ishlari, ya'ni yong'in xavfsizlik qoidalarini tushuntirish, ogohlantirish va yo'l yo'riq berish ishlari kuchaytiriladi. Ayniqsa, konditsionerlar, elektr isitgichlar, boshqa maishiy elektr jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga qat'iy amal qilish, uy-joylarda himoya avtomatlari va elektr tarqatish qutilaridagi xavfli holatlarga barham berish ustuvor vazifa etib belgilanadi. Jamoat transporti, aholi gavjum joylar, yirik chorrahalardagi billboard, elektron tablo va boshqa axborot vositalarida dolzarb 30 kun tadbiri haqida materiallar joylashtiriladi. Yangi qurilayotgan aholi punktlarida yong'inga qarshi suv ta'minotining shaharsozlik me'yorlariga muvofiq tashkil etilishi alohida nazoratga olinadi. Suv ta'minoti cheklangan hududlarda maxsus texnikalar doimiy navbatchilik asosida safarbar qilinadi. Nosoz gidrantlar, yong'inga qarshi suv hovuzlari ta'minlanadi. Aholi punktlari va ochiq maydonlar, qurigan o'simliklar, begona o'tlar va chiqindilardan tozalanadi. Sun'iy yong'inga qarshi suv manbalari barpo etilib, mavjud tabiiy suv manbalaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Hurmatli yurtdoshlar, yong'in xavfsizligi barchamizning ishonchli va osoyishta hayotimiz kafolatidir. Sizlardan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishingizni va dolzarb 30 kun tadbirlarida faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.